Birodar, sen ham nimalardir xohlaysan. Men ham nimalarnidir xohlayman. Alloh ham nimalarnidir xohlaydi. Sen ham xohlaysan bir narsani, men ham xohlayman bir narsani, Alloh ham xohlaydi bir narsani. Kim xohlagani bo'ladi? Qarang, siz bilan bizning xohlashimiz bu orzu, umid. Allohning xohishi hukm. Hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: "Abdi, ey bandam, ana urid va anta turid." Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Men ham xohlayman, sen ham xohlaysan. Fa iza sallamta li fi ma urid, kafaytuka ma turid. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen xohlagan ishda men senga o'zim kifoya qilaman. Men aytgandaqa bo'l, sen xohlagan narsani beraman.